Assalamualaikum dostlar, yaxshimisizlar? Men bugun sizlarga kitob o'qiyman. Kitobni o'qiyotuvchi Zahra Farruxning eng yaqin do'sti edi. Ularning aktiri yaqin qo'shnilardan bo'lgach, Farruh bilan Zahra doim birga o'ynaydi. Bugün ular Zahra'nın uyida pek yaxshi o'yinlarni o'ynadi. Zahra'nın opasi ularga bir qancha rasmlik kitoblarni o'qib berdi. Zahra'nın uyida Farruhga yo'q kitoblar bek ko'p edi. Farruh bir kitobga bekla qiziqib qoldi. Zahra'nın opasi aram bir qatim o'qib bergach, Farruh bu kitobga faqat qamdi. Uyga qaytganda uyga qaytgan chaqda Farruh Zahra hiylaqiy odam boshlig'i haqidagi kitobimni menga berib turg'ini men necha kun o'qib olamdi deb so'radi muloyimlik bilan. Yo'q, bo'lmaydi, dedi Zahra tuzlab. Nimishqa? Dedi Farruh hayronlik bilan. U Zahraga kitobni cho'qim berib turdi deb o'ylagan edim. Chunki sana berib tursam ko'nglimda kirim bo'ladi, dedi Zahra astag'ina. Farruh bu gapni anglab pek bearam bo'ldi. Zahraning opasi har qancha tushuntirsa-mu Zahra kitobni faqatla oriyatlikka belgili unumdi. Farruh qattiq xafa bo'ldi. Men bu endi o'yinchoqlarimni qat'iy sana oynag'ili bermayman. Sen bilan o'ynamayman. Sen endi mening do'stim emas. Farruh shundoq deganicha taramlab shishay deb qolgan yishini surug'a bisib opasining qo'lini artgancha uyga mangdi. Zahraning o'zini yanga qochirib qolganligini parvamo qilmadi. Tuni-kun to'limi ko'ngilsiz o'tgach, Farruhga ertigan beoram o'rnidan turdi. Eng yaxshi do'sti xafa bo'lib qolgach, uning ko'ngli bek g'ash bo'ldi. Farruh nashtalikni qilib bo'lib endi nima o'ynasam bo'lar deb turishiga eshik chekkan ovoz anglandi.
Faruk eşitliği içip Zehra'nın kolunda 3 tat kitap tutkan halda karab turgan Lakan'ı gördüm. Kitaplarının arasında tüm gün Zehra belgeli oynamayan kitap mı turattı. Mini geçirgen kara sana bu kitaplarını ekeldim. Kaçan kayturup versen Bolivar'da. Sen haba bolsan benim könlüm ama yerim bol diken hep Zehra mı? Dedi Zehra mülayimlik bilen. Vah, acap yaxşı. Ben sana kitap işkap diki hemen kitaplarını yeremen kalağının ni tallıp okup dursan koludu dedi Faruk Paşal haldan. Bunlar yine hemmini unutup nahayeti gönüllük oynadı. Zehra yeni la benim en yakın dostum. Ben onunla pek amrak. Dep oynadı Faruk şanlıdan. Bu çağda Zehra model oyuncak kitaplarını ateşe verip durur. Yaxşı işken emesman. Duruş yaxşı işken emesman. Hem adaşlarını hem sözünü hoş kılgılı böyle dikenlerini oynavalladı. Hoş.